Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Begot tumanidan Sharibjonman. Do'stlar, sizlarni yana o'zimning xonadonimda yangi nav bilan tanishtirmoqchiman. Bu navimiz Ara 15, ya'ni Ararat. O'tgan yili mana shu joydan payvand qilingan. Mana payvand, mana bu yerdan payvand qilingan. Mana o'tgan yili demak 17-aprel 2025-yil 17-aprelda ulangan ekan. Bu bir tupga 3 xil nav ulaganman. Bunisi avtograf Kalugin, bunisi etyud. Mana do'stlar, avtograf Kalugin mana bitta ketgan. Juda tepaga qarab o'sib ketgan avtograf Kalugin. Nargisi etyud. Mana etyud ham juda serhosil nav ekan. Mana uni qanchasi yuzib oldik buni hali ham. Lekin mana Araratimiz 3 bosh hosil berdi bu yilga. Mana do'stlar, qarang qanaqa chiroyli bo'ldi. Bu hali pishgan yo'q, kechroq pishadi. Hali bor bunga pishishiga. Lekin o'ta serhosil nav. Amerika kishmishi. Ara 15 100% urug'siz. Mana hozir bittasini ko'ramiz qani. Bismillah. Mana dona. Hali dona yana yirilashadi buni. Tiniq yaltiraydi, qarang do'stlar. Hozir. Mana do'stlar. Ozgina tam kirib qolibdi, lekin go'shtlik. Demak, karsillaydi, yeganingizda karsillaydi. Po'sti unchalik tishingizga ko'p ham ilinmas ekan. Mana 100% kishmish sort. Ararat. Juda ajoyib sort. Ara kompaniyasining hamma navlari hozirgi kunda keng tarqalyapti. Bu yilda mana Ara 34 gacha kelgan. O'zinda ham bor Ara 34. Nishona hosili ham bor Ara 34 da. Doni bundan sal yirikroq bo'ladi. Bu ham yomon emas, lekin mana do'stlar, Ara 15. Etyud ham hozir etyudni ham bu tarafga ko'ramiz. Mana etyudni ham ko'ramiz hozir. Hozir qopini oldim. Bu qarang, mana etyud. Doni o'ta yirik. Juda ozgina kinlikchalari bor edi. Kattargandan keyin sal yo'qolibdi. Mana eng kattasini ko'raylikchi. Mana do'stlar, barmog'im bo'lsa mana kattaligi. Lekin o'ta bu ham serhosil nav ekan. Etyud. Bu yerda ko'p edi, kelgan mehmonlar ham anchasini ta'min tatib ko'rdi, olib ketdi. Mana bu yerda ham bor, hozir 3 bosh qolibdi. Etyud. Buni ham ta'mi yaxshi, lekin urug'i bor. Yerga yaqin joyda sog'ordi bu. Bu etyudimiz erta pishar, juda erta pishar navlardan. Mana o'zi kaltaylari ham hammasi pishishga yaqin kelib qoldi. Mana kaltay surishlari ham o'ta yaxshi. Mana u tepaga qarab o'sgan. Mana bu yerda ham hosildorligi yaxshi. Mana kaltaylar do'stlar, sap sariq bo'lib, mana pishishga yaqin kelib qoldi. O'sha pishdi ham shekilli bular. Etyud do'stlar. Etyudda ham, bularda ham kuzda qalamchalari bo'ladi. Xudo xolasa, qalamchalari, ko'chati ham bo'lishi kerak, menimcha adashmasam etyudda. Araratni ko'chati bor, lekin ko'berga qilingani ham bor. Repar-repestorga payvand qilingani ham bor do'stlar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin do'stlar. Shunday qilib, mana shu bitta navga mana 3 xil nav ulangan. Bir tup uzumga 3 xil nav ulangan. Avtograf Kalugin, Ara 15, etyud.
Endi bularni bittasidan ikkitasini olib iloji boricha bittasini qoldirishga harakat qilaman. Baribir bitta tanada bir xil uzun bo'lgani ma'qulroq. Sababi bularda oziq olishi ham har xil bo'ladi, pishish vaqti ham har xil. O'shaning uchun tanani charchatib qo'ymaslik uchun bir xil nav bo'lgani ma'qulroq. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.